Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylar obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri G'ofurg'ulom mahallasi, ya'ni o'sha sentral hududda joylashgan G'ofurg'ulom mahallasiga keldik. Ya'ni G'ofurg'ulom mahalla Eski Telma ko'chasida joylashgan umumiy maydoni 8 sotixdan iborat joyimizda video obzorini e'tiboringizga havola qilamiz. Mana bu yoqdan xohlazinglar ko'chamiz kelish qismi, ya'ni Charos to'yxonasining orqa tomoni, ya'ni bu ikkinchi ko'cha. Charos to'yxonasining orqasida birinchi ko'cha joylashgan, bu ikkinchi ko'cha. Mana bu bilan asfalt bilan kelsa ham bo'ladi. Mana bu tomonda mana mashinalar ketayotgan tomondan chashma bilan kelsalaringiz ham bo'ladi. Bu yoqdan Solishga bog'chani oldi bilan kelsa ham bo'ladi. Sentrga 5 minutlik yo'l. Gaz, svet, suvdan muammosi yo'q. Dokument 100% toza. Imoratimiz podvol qismi bilan hisoblaganda 2 qavatdan iborat zdaniya, ya'ni 2 etaj desak ham bo'ladi. Lekin eng bitta plyus tomoni bor, ichkarini ko'rsatib o'tganda aytamiz. Tayyor biznes bor. Biznesni yaxshi ko'raman, o'sha uyda o'zida biznes qilaman deganlar uchun tayyor biznes. Mana bu yerda bitta kladovkasi bor ekan. Mol qo'yib boqaman desangiz, mana bu yerda olg'onasi joylashgan, tualet joylashgan. Bu tomondan ko'rsatib o'tib ketaylik. Tandirxona, ya'ni non-pon yopaman deydiganlar bo'lsa, agar shu bahor oylarida pichaklar yopiladigan joyga keladigan bo'lsa, tayyor tandir, o'choq mana bu yerga joylashtirib qo'ygan. Sekingina, chiroyligina, akkuratligina qilib. Mevali daraxtlar mana olsalaringiz bitta o'sib yotibdi. Darvozaxonamizni bitta remontchasini qilib olgandan keyin keyingiskina naveslar qilib olsangiz, вообще nur ustiga a'lo nur. Mana bu yerda supaga joy bor. Birinchi, ikkinchi qavatda ko'rsatib o'tib ketamiz. Xo'p, bismillah. Ichkariga kiraverishda mana o'ng tomonda bitta yotoqxona joylashgan. Svetlar qayerda? Bitta yorug'gina qilib ko'rsatib o'tib ketaylik. Mana bu yerda hovliga qaraydigan romga ega katta mehmonxona. Ayollarga, erkaklarga отдельный mehmonxona ekan. Mana bu yerda ayollarimiz uchun mehmonxona. Bu yerda bitta romga ega. Gaz, suvdan muammosi yo'q. Svetdan muammosi yo'q. Mana bu yer kattalar uchun yotoqxona bitta. Ko'rib turganingizdek. Endi pastki qavatda biznesi bilan degan uchun hozir ko'rsatib o'tamiz. Qolgan narsalaringiz mana tayyor bog'cha. Hozir dokumentalli, hozir kecha kunduzda ham bolalar juda ham ko'p. Bu yerda endi kichkinagina bitta xonachasi bor, bilmayman. Mana bu yerda bolajonlar dars tayyorlar ekan. Dars tayyorlaydigan xonasi. Televizor ko'rib, dars tayyorlab. Umumiy hisobda hozir kecha kunduzgacha 300 ga yaqin mana shu G'ofurg'ulomda yosh avlodlari aynan mana shu koshonadan uchirma bo'lib maktablarga chiqib ketgan. O'shaning uchun bemalol ishonchli joy, yaxshi qarashgani uchun, yaxshi tarbiya qilingani uchun hamma mana shu mahallada, mana shu atrofdagi hamma juda talab kuchli dedi. O'shaning uchun bemalol biznesi bilan gaplashib qolsalaringiz ham bo'ladi. Endi bu yerda bolajonlar uxlayapti ekan. Sekingina olib ketaman. Xudo sham kuni ham bolajonlarimiz isboti bilan gap deydikmi? Karvachalarini ham gaplashib, o'rindiqlari bilan bemalol. Mana oshxona. O'zlaringizga ham yashash uchun oshxona tayyor. Bolajonlarga ham mabodo agar kerak bo'ladigan bo'lsa, endi koridor. O'zimiz tilda mana bu yerda kladovkalari bor. Qo'shimcha motor o'rnatilgan, cho'pli pol. Hech qanday zax emas. Cho'tka qilib cho'pli polni qildirib qo'yganmiz dedi. Endi bu yoqda sanuzel joylashgan ekan, sanuzel ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi narx-navosi haqida gaplashamiz. Mana shunday kachilarni bonusga tashlab ketaman, mayli dedi. Ana shu sizning obunachilaring tomonidan kim birinchi kelsa, ana shu kachilar ham bonusga dedi. O'shaning uchun bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz. Xonadon egalarini, xonadon egasi juda ham samimiy, yaxshi o'zimizning bir akaxonimiz bo'ladi. Narxiga so'rashaveringlar, 120 deyapmiz. Kelishiladigan joyi bor albatta. Ishtixon barakali uylarda hamma narsaning iloji bor. Bemalol kelib, jivoy ko'rib, xonadonni, dokumentni tekshirib, bemalol tashrif buyurishlaringiz mumkin. 24 soatlik nomerimizni va xonadon egasining raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Lokatsiyasini tushuntirib o'tdik. Ishtixon shahri, G'ofurg'ulom mahallasi, Eski Telma ko'chasi. Bemalol tashrif buyuringlar. 120 dan o'tib beriladigan joyi bor. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov, Maqsud Ishtixon barakali uylar jamoasi bo'ldi. Bu videomizning maksimum Ishtixon shahridan, gazi beton joydan tayyor xonadonga shundoq kirib yashayman. Plus agar bonusiga tayyor ishlab turadigan biznes ham bo'lsa yaxshi bo'lardi, Shodiyor Baxtiyorov deydigan ashaddiy obunachi, ya'ni Amerikadagi akalarimizga sekingina jo'natib qo'yamiz.